Hurmatli mijozlar, sizlar bilan hozir nomenklatura bo'limini ko'rib o'tamiz. Nomenklatura bo'limida biz mahsulotlarimizning ma'lumotlarini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mahsulot nomi, ta'minotchisi, shtrix kodi, narxlari, omborda o'sha partiyada nechta kelganligi haqida va nastroykadan biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan joylarga yoqib olishimiz mumkin. Deylik, valyutasini, yutuq kodi, mexik kodini, seriyasini, muddatini, indeksi bor yo'qligini yoqib turib tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Nomenklatura orqali biz tovarning kelgan narxini, ulgurji, sotish hamda indeksini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari muddatini ham o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Deylik, qalamchani bosdik. Shu mahsulot banan 24 ming emas, 23 mingdan kelganida ulgurji narxini 23.500 so'mdan, deylik, sotish narxini 26.000 so'mdan qilmoqchi bo'lsak va muddatini ham amal qilish muddati ertaroq yoki kechroq yozib qo'ygan bo'lsa, uni ham o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Deylik, 30-noyabrgacha deb птичкani bosamiz, saqlash tugmasini bosamiz. Bu mahsulotimiz uchun shu partiyadagi kelgan narxi va umumiy hamma partiyadagi sotish narxi ham o'zgardi. Biz nomenklaturada filtrlash orqali savdo nuqtasi bo'yicha nomenklaturamizni filtrlashimiz mumkin. Savdo nuqtadagi ta'minotchi orqali ham olgan tovarlarimizni belgilashimiz mumkin. Deylik, mini-market bozordan olsak, bozordan shu tovarlar bor. Va bu mahsulotlarimizni biz Excelga chiqarib olishimiz ham mumkin bo'ladi. Ko'rganingizdek, bizga kerakli ma'lumotlarni Excel variantiga tashlab beryapti. Va bu joyda turgan umumiy summa 384 million so'mma. Bu biz mahsulotlarimizni sotish narxidan hisoblab 384 million so'm bo'ladi deb ko'rsatib beryapti. Keyingi bo'limimiz qayta narxlash bo'limi. Qayta narxlash bo'limi nomenklatura bilan bir xil ishlaydi, faqat vazifasi sotish narxlarini o'zgartirish. Ya'ni optim, transfer va sotish narxlarini o'zgartirish. Deylik, bu 84 ming emas, 82 ming bo'lishi mumkin, transfer narxi 81 ming bo'lishi mumkin, sotish narxi 85 ming bo'lishi mumkin. Va saqlashni bossak, endi mana bu tugmani bosadigan bo'lsak, bunda qachon o'zgarganligi haqida ma'lumot berib turadi. Endi filtrlash orqali savdo nuqtasini o'zgartirib, almashtirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi bo'limimiz tarix bo'limi. Tarix bo'limimizda qachon narxi o'zgargan bo'lsa, o'sha vaqtda tarix bo'limiga yoziladi. Deylik, boya bananni o'zgartirgandik va bananimizning o'zgargan narxi bu tarixda ko'rinadi.